Hoy eshitdingizmi? Hikaru Shami qiz ekanligi haqida mish-mishlar bor. Ha, men ham eshitdim. Bu Shishikuning tarixidagi eng katta janjal. Lekin haqiqatan ham shunchalik kuchli bo'lishi mumkinmi? U birinchi va ikkinchi guruhlarni yengishga muvaffaq bo'ldi. Shunday bo'lsa ham internet yomon narsa. Ammo chekkada bo'ron kelayotganga o'xshaydi. Atrofda ko'p gaplar ketyapti. Siz yaxshimisiz? Sizni tashvishga solganim uchun uzr. Ha, nima deyapsiz, bro? Sen hech qanaqa yomon ish qilmading. Lekin Hikaru Shami, bu nima degani? Bizga bir so'z ayt. Biz tushunishni xohlaymiz. Siz qizmisiz? Hoy, tinchlanasizlarmi o'zi? Bu o'g'il bolalar maktabi. Qiz bu yerda bo'lishi mumkin emas. Hoy, nega jimsan? Agar ular buni bir soniya o'ylab ko'rishsa, bu aniq bo'ladi. Qanday ahmoqlar. Ammo mish-mishlarni kim boshladi? Bu mening aybim. Nima demoqchisiz, Mirako? Internetda mish-mishlarni boshlaganlar mening muxlislarim edi. Ular mening Hikaru bilan munosabatimga yomon fikrda bo'lishdi. Siz u bilan ko'p vaqt birga bo'lgan edingiz. Ayol rashki dahshatli. Men bundan juda afsusdaman, Hikaru. bunaqa bosh egma, Miraku senpai. Bu mening mas'uliyatim. Agar men yaxshiroq ish qilganimda edi, ishlar bunchalik yomon bo'lmagan bo'lardi. Qandaydir bema'ni gaplarni tarqatganlar o'zlariga chalg'igandir. Ular shunchalik shovqin-suron qilishmoqda. Ular shuni aytib tashlanishadi. Siz shunchaki boshingizni ko'tarib turishingiz kerak. Kim nima desa ham, siz bizning xo'jayinimizsiz, biz sizni hurmat qilamiz. Aynan. Yigitlar, Siz faqatgina ularga bulbulchani ko'rsating. Siz shunchaki birozgina ko'rsatsangiz bo'ldi. Kim odamning yonida hech qanaqa sababsiz yalang'och bo'ladi? Jiddiymi? Totamaruda tarbiya yo'q. Kelishilgan. Ha, shunday bo'ladi. Mayli, shuni aytma. Shishkuning barcha yigitlari g'azablangan. Xuddi biz umid qilgandek. Yaxshi ish. Bu juda oson edi. Biz har qanday boshqa maktab kabi boshqalarga sodiq qolamiz. Endi biz qattiqroq bo'lishimiz kerak. umidlarim sodda bo'lib chiqdi. Mish-mishlar yangi mish-mishlarni keltirib chiqardi va vaziyat faqat yomonlashmoqda edi. Agar ular sizni shaxsingizni bilishsa nima qilasiz? Meni ajoyib rejam behuda bo'ladi. Aslida, xo'jayin. Hatto Hikaru buni aytganida ham men nima qilishni bilmasdim. Shuning uchun men jim turdim. Va keyin nihoyat Hikaru Onigashi jodugar sinov Shishiku homiyligida. Qani bizga erkakligingizni ko'rsating. Davay, ko'rsating. Bu to'g'ri. Qani ko'rsating. Biz dalil istaymiz. Davay. Senlar qanchalik ahmoqsizlar. Bu ahmoqlik sizni shunday qilishiga yo'l qo'ymang. Uning qanchalik kuchli ekanligini bilasizlar axir. Qiz bola bunchalik kuchli bo'lishi mumkin emas. Hozircha gapirishning o'zi yetarli emas. Biz ko'rsatilgan dalilni xohlaymiz. Bu to'g'ri. Bulbulchani ko'rsating, keyin bilib olamiz. Bu to'g'ri. Erkak bo'lsang bulbulchani ko'rsat. Ha, shunday. Ko'rsat. Qani tez yechin. Tezroq bulbulchani ko'rsat. Qani yechining, tez. Bulbulchani bizga ko'rsating, davaydi. Qani yechining, tezroq bulbulchani ko'rsating. Qani, tezroq yechin. Bulbulchani bizga ko'rsat. Qani, tezroq yechining.
Bu jiddiymi? Siz biz bilan hazillashayotganga o'xshaysiz. U haqiqatdan ham qiz. U bizga yolg'on gapirgan. Qanaqadir qizga kaltaklandimmi? U buni to'lashi kerak. Biz uni xo'jayin sifatida qabul qildik. Shishigina hozir qiz bola boshqarayotganini eshitdim. Mishmishlar rostga o'xshaydi. Saka 3-o'rta maktabi bu yerda nima qilyapti? Bu juda achinarli. Men buni ko'rishga toqat qila olmayman. Biz buni osonlashtiramiz. Kelishuv nima ekanligini aytamiz. Hamma ko'zlarini ochsin. Yigitlar, Senlar Hikaruga tashlamoqsizlarmi? Senlar avval bizlarni mag'lub etishingiz kerak.